Hammaga salom, sizlar bilan Shahor To'la. Juda ham ko'pchilikka haligacha tushunmayman. O'zbekiston bo'yicha top va tadbir bo'lishga harakat qilib yurgan guruhlarimiz juda ham ko'p. Va deyarli ko'p narsani ham to'g'ri qilishyapti hozir. Vaqtini to'g'ri ajratib olishgan. Qaysi payt o'ynaydi, qaysi payt dam oladi, o'zining ishini qiladi va tadbir turnirlariga qoldirmasdan postoyanno har kuni qatnashishadi. O'q teg'ishadi, xatolarni ko'rib chiqishadi va trenirovkalarni ham hech qachon qoldirishmaydi, postoyanno o'zining ustida ishlashyapti. Lekin eng asosiy narsani juda ham ko'pchilik unutib olgan, qilmayapti. Bu narsa aynan top va tadbir bo'lishinglarga vaqtinglarni asosiy boost qilib beradigan narsa. Ya'ni pro guruhlarni DMKlarini ko'rib chiqish. DMK nima desanglar, pro guruhlarni qanaqadir pro guruh bilan, top guruh bilan birga bir o'ynashadi, turnirda aynan tushib qolishganda va ana o'shani to'liq boshdan oxirigacha zapisini qo'yishadi, olib qo'yishadi, yo YouTube ga qo'yishadi, yo Telegram kanaliga, unisini bilmadim. Aynan o'sha DMK deyiladi, boshdan oxirigacha ko'rib chiqish. To'g'ri, u narsa qanaqadir opsiyalarga bermaydi, lekin asosiy bazani beradi. Sizlar ko'rasizlar, o'sha pro guruh nima qilyapti, qanaqa fishkalarni bajaryapti, yo qanaqa momentlarda nimalarni qilyapti, qaysi paytda tayminglarni ushlab olyapti. Aynan o'sha narsalarni ko'rib o'zingizlarga baza olasizlar va tadbir turniriga qatnashayotganingizda sopernikinglar bilan aynan o'sha momentga to'g'ri kelib qolganingizda уже baza sizlarda bor, eslab qolgansizlar. O'sha narsani qilib ko'rasizlar. O'xshasa zo'r. Yana ham yaxshilashga harakat qilasizlar. O'xshamasa bu narsani o'zingizga moslab o'zgartirishga harakat qilasizlar va aynan o'sha narsa sizlarga opit deyiladi. Bu hech qanaqadir ko'rishinglar bilan sizlar opit olmaysizlar, sizlar baza olasizlar ulardan. Ana o'sha narsani sinab ko'rasizlar, xatolarni to'g'rilab chiqasizlar yoki o'zingizga qanaqadir qo'shimchalar kiritasizlar, o'zingizga moslaysizlar. Aynan o'sha narsa sizlarni optinglar deyiladi. Va ba'zani juda ham ko'pchilik tushunmaydi, kimdan olay, kimlarni ko'ray va sizlarga asosiy maslahat beradiganim va mana shu videoda ko'rib chiqamiz. Do'stlar, Timurni aynan fishkalari bazasini ko'rib chiqamiz. O'yinni boshidan oxirigacha nimalar qiladi, miyasida nimalar kechadi, hamma narsani xudo xohlasa birgalikda ko'rib chiqamiz. Sizlarga baza men tushuntirib beraman, analitika qilamiz birgalikda va tadbir turnirlarida harakat qilib ko'rasizlar, sinab ko'rgani va xatolarini yo o'zingizga moslashtirgan. Bo'lmasa o'rtoqlar, prevyularimiz chiroyli qilib yasab berayotgan Timurga rahmat aytamiz. Telegram kanalini shunday ekraningizda chiqardim. O'tsanglar, chiroyli skidkalar bilan men nomidan boshlanglar qilib beradi. Va videomizni boshladik. Timur zapisi yoqdi, bez fokusida o'yinni boshidan 30 sekundni уже taymingni yo'qotib yubordi. Fin buni bildi, просто tak push qildi, и все, shotni oldi. Timur panika qilmadi, просто pikanyada shotni tenglashtirmoqchi bo'ldi, lekin pikanyada ham ошибка qo'ydi, taymingni yo'qotib yubordi. Pikanya qilishni taymingini yo'qotib qo'ydi, ko'p ochilib yubordi. Это default ошибкаlar bo'ldi. Bu narsa menimcha to'g'rilanadi. Ana endi ketdi. Push qilyapti. Birinchi ochilish mumkin bo'lgan pozitsiyalarga otib push qiladi, ko'rdinglar har doimgidek. Bu baza bo'ldi. Buni hozirgi kunda yaxshi o'ynaydigan igroklar juda ham biladi. Chap tarafdan yo'q, chiqmadi. Push qildi. Oppa, qaranglar, mana shu narsani ko'rsatmoqchiman sizga. Keyin ketdi. Mana, ko'ryapsizlar? Mana shuni ozgina orqaga qaytaramiz biz. Hop, pozitsiyasiga chiqib keldi. Mana ana endi sizlarga gapirib bermoqchi bo'lgan narsam. Ana shu pozitsiyaga bo'ldi, kelib qoldi, tepaga chiqmadi. Bu narsani qaror qilmadi, просто tak o'yindan aylandi, mana shu pozitsiyaga keldi. Juda ko'pchilik xato qiladi, to что u уже sopernikim tepaga chiqib qoldi. Men hozir o'yindan qochib ketishim kerak yo chapdan qochib ketishim kerak deydi. Yo'q. Timur umuman buni qilmaydi, chunki biladi. Pro igroklar ham o'ngga ham chapga полностью fokus bilan chiqadi. Fin Timurning pozitsiyasiga ko'rsanglar, nima fokus bergani ham yo'q. Qochib ketadi deyapti-da, o'ngga ham, chapga ham fokus beryapti-da, aynan mana shu ikkita chetga otib turibdi. Lekin Timur nima qildi? Ozgina konteynerdan orqaroq chiqdi. Fokus yig'ish uchun. Bo'ldi. Ham tseli, ham kaskasi ham turibdi. Finda Timurning pozitsiyasi faqatgina kallasini uchi ozgina ko'rinib turadi. Otaman desa ham qiyin tekkizish. Ungacha ham уже ancha-muncha damage berib oladi Timur. Shuni hisobga olib, Timur aynan mana shunaqa fishkani qo'llaydi. Qaranglar, ketdi. O'shanda ham to'liq ochilib berish yo'q. Otishni boshladi, kallasiga otishni boshladi va ikkita tomonga bayt qilib yuguryapti, ko'ryapsizlar? Bayt qilyapti. Bayt qildi, o'qlardan qochish uchun mana o'tirdi, ko'ryapsizlar? Mana. Otishni boshladi, bayt qildi. Tak, yana ozgina orqaga qaytarishimiz kerak. Otishni boshladi, ko'ryapsizlar? Otishni boshladi. И потом o'tirib oldi. Nimaga o'tirib oldi deb o'ylaysizlar?
o'qlarni qochirib yuborish uchun, o'qlarni propuskatsiya qilib olyapti Timur. Ortiqcha damage qabul qilmaslik uchun, ortiqcha kaskasini, bronisini to'kib qo'ymaslik uchun o'qlarni propuskatsiya qilib oldi. Yana обратно turdi, otdi. И всё. O'rtoqlar, foydali reklama. Telegram kanalimga обязательно o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. U yoqda полностью telefoninglarni qotishini yo'qotib beradigan Teamsatsi, 120 FPS ga berish xizmati, IM reganlar oshirib beradi, zalutinglarni oshirib beradi, VPN shunga o'xshash barcha narsalarni bemalol arzon narxlarda sotib olsanglar bo'ladi va kamiga YouTubedan keldim desanglar, lichni o'zim hamiga javob beraman va skidkalar chiroyli qilib beraman. Shunchaki YouTubedan keldim desanglar bo'ldi. Telegram kanalim ekraningizda, описание va YouTube kanalimni shapkasida qoldirganman. Bemalol o'tinglar, hammani kutaman. Oppa, Fin yomon fishkalar qildi. Joni oppa qaranglar. Qanaqa shot olganini ko'rdinglar, qaranglar. Timur chiqib kelyapti. Oppa, qaranglar mana. Zo'r uron berdi, mana qaranglar. Chotki uron berdi-ya. Qochyapti, qaranglar mana. Mana shu pozitsiyada Timur o'ngga bayt qochyapti. Tipa, mana konteynerga, o'yindagi konteynerga o'tib ketaman, qochib ketishim kerak, jonim yarim уже debdi. Lekin Timur bunaqa qilmaydi, chunki biladi Timur обязательно orqamdan quvalaydi. Shuning uchun ham Timurning eng xavfli odatlaridan bittasi tуда обратно bitta qaytadi-da, otishni boshlab ketadi. То что kutilmagan vaziyatda сопернигini otishni boshlab qoladi, соперниga reaksiya berib uni otgan ulgurmaydi. Tezkor qaror chiqaradi, kutilmagan qaror chiqarishi bilan eng xavfli guruhlardan bittasi hisoblangan o'sha paytda Timur. Keyin ketdi. Ko'rdinglar, обратно bitta qaradi, уже infasi bor, pushka kelyapti. Fin bu narsani miyasida загрузка qilib, уже reaksiya bildirgungacha Timur qaranglar, уже damage berib tashlaydi. Damage berib tashadi, bo'ldi. O'qlardan qochib, и всё. Pikanyada jonni chaqmoqchi. O'xshamayapti, уже flopiniga chiqdi. Уже bu yoqda Ghostfightda kim aqlliroq harakat qilsa bo'ldi, o'sha yutadi. Oppa, bo'ldi. Otib turdi, ko'rdinglar, otib turdi stenkaga, чтоб u Finni xatosi chiqib berdi. Igrok bilasizlar. Finni ham opti katta bo'lgan. Oppa, mana shu pozitsiyada qaranglar, mana. Eshityapti Timur kirib ketdi, ko'ryapsizlar. Kirib ketgan taqdirda ham o'sha pozitsiyaga fokusini yo'qotgani yo'q, qaranglar. Fokusini yo'qotgani yo'q. Keyin уже bu tarafga ancha-muncha o'tib ketgandan keyin Timurni naushniki bilan eshitdi, bo'ldi. Ana endi bemalol bu pozitsiyadan ochsa bo'ladi. Ichkariga kirdi, konteynerga o'tdi, xo'p nima qiladi? Yarim joni, pikanyada jonni chaqishga обязательно harakat qiladi. Oppa. Damage'lar berildi. Bu yoqda ham обязательно kimni prям IQ'si kuchliroq ishlasa, kimni close fight yaxshi ijro ishlasa, o'sha yutadi. Timurda flopini otishayotgan paytda eng главный qiladigan ishlardan ko'ryapsizlar, что chiqib beryapti, pushka beryapti. Bitta flopiniga chiqdi, otishni boshladi, tуда обратно prям o'ng tarafga chiqib kelayotgan bo'lsa, otishni boshlab chap tomonga yuraveradi. Yoki chap tomonga chiqayotgan bo'lsa, o'ng tomonga tуда обратно yuraveradi. Qarama-qarshi joyga yurgan o'sha payt. Ko'ryapsizlar? Qarama-qarshi joyga bitta yurib, otishni boshladi, bo'ldi. Fin o'yladi, to что дальше o'ngga ketadi, yo'q. Qarama-qarshi tomonga yuraverdi Timur. Yana boyagi pozitsiyasida chiqishni harakat qilyapti, pikanyada jonni chaqmoqchi bo'lyapti. Hop, Timur tepada pastga tushdi, orqasidan qolyapti. 6-6 shot. Hop, Fin tepada обязательно bu yoqda pikanya bilan jonni chaqish kerak. Oppa, nima qilganini ko'rdinglar? Mana shu ham baza o'rtoqlar, o'rganib olinglar, qaranglar. Kutadi, qaranglar. Pikanyada jonni chaqdi, flopinga chiqib kelmaydi. Nimaga? Chunki уже Finam to'poy emas. Uni qanaqa kutib olishni biladi. Hozir flopinga chiqsa, reaksiyaga urolmay qoladi Timur. Juda ko'p anudi otib turadi. Fin otib turibdi, ko'ryapsizlar, o'qlari uchib kelyapti. Otib turibdi. Aynan mana shunaqa pozitsiyalarda Timur biladi nima qilishni. Sal orqaroqqa qaranglar mana. Otib turibdi, ko'rdi, infa qilib oldi, birinchi infa qilib oldi. Fin ko'ryapsizlar, chiqib kelish ehtimoli borligi uchun otib turibdi. Timur nima qilyapti? Infa oldi, yana sal orqaroqqa surildi-da, yana pikanyada otib turibdi. Bitta bayt qo'yib oldi, yana orqaroqqa qochdida, obzorni kattalashtirgan. Yana otib turibdi, уже bu yoqda Finning xatosi. Fin flopinga chiqdi, и всё. Qanaqa priyom qo'yganini ko'rdinglar? Unaqa jonni chaqdinglarmi, akkuratni push qilish kerak. Aynan mana shunaqa ближайший priyom anulida reaksiya bildirgani otib turadi, sizlarning pozitsiyalarga otib turadi, shuning uchun ham o't ko'ryapsizlar. Otib chiqyapti. Unaqa pritselni yoki fokusini yo'qotmayapti-da, otib chiqyapti. Shu chiqish mumkin bo'lgan pozitsiyalarga otib chiqyapti.
yana pikanyaladi. Oppa. Kutayotgan joyidan pikanya qilmayapti. Bo'pti, pikanya qildi. Pushimni to'xtatib oldi. Ko'rdinglar? Pushimni to'xtatdi. Sizlarga ham maslahatim shu, qaranglar. Boshdan oxirigacha ham o'rgatayotganmanmi? O'rgatay oxirigacha. Misol uchun, chap tomondan pikanya qilyapti, jonni chaqib oldi, ko'rdinglar? Jonni chaqib oldi. Mana Timurning joni 3 dan 1 ketdi уже. Timur mana ko'pchilik harakat qiladi, pikanya qilayotgan joyiga pikanya qilishni harakat qiladi. Joninglarni chaqib oldimi, u pikanya qilayotgan joyga уже pikats qilmaylar. Bo'ldi, o'sha qayerga pikanya qilib turgan bo'lsanglar, chiqish mumkin bo'lgan ehtimoliy joyga pikanya qilib turaveringlar. Timur ham mana fokusni yo'qotmadi, обязательно shu yoqdan chiqib kelishini bildi. O'qiydi. Bu optga bog'liq. O'qidi, просто tak o'shtga otib turdi. Уже fin dальше chiqib kelganda bu narsa juda katta xatoligini bilardi. Shuning uchun pushini to'xtatib oldi. Ko'rdinglar? Chunki anchagina damage, 3 dan 1ni Timur ham olib qo'ydi уже. Ana endi bo'ldi. Push qiladi. Push qildi. Oppa, juda kuchli damage berdi. Bo'ldi. Yaqin orada joni to'lmaydi. Shuning uchun bemalol push qilib boryapti Smelo. Tepadan и все. Juda chiroyli shot oldi, lekin juda katta ошибка ham qilib qo'yishiga sal qoldi. Endi shoshilmaydi Timur. Narsalarini tashadi, lekin fokus yo'qotdi. Oppa, bu yoqda finna ошибкасы. Tepaga chiqaman degandi, yo'q, tepaga chiqa olmadi. Shu bilan timing yo'qotib qo'ydi. Ana endi Timur mana shu timinglarni hech qachon yo'qotmaydi. Bemalol shot olib ketdi. Yana pikanyada kutadi, sentrda. Ko'ryapsizlar? Sentrda faqat pikanyada kutyapti. Unaqa molga o'xshab push qilmayapti. Asabi chiqsa, lekin molga o'xshab push qilib kelardi Timur. Uni esda bor juda ko'pchilik. Asabi chiqsa, farqi yo'q push qiladi. Normalniy prям kallada o'ynasa, ko'ryapsizlar, faqatgina pikanyada qilib turadi, jonni chaqib oldi. Bo'ldi. Jonni chaqdi, push qiladi. Timurning odati shu bola. Jonni chaqadi, pikanya qiladi. Pikanya qiladi, jonni chaqadi, push qiladi. Yana jonni chaqishga harakat qilyapti. Nimaga? Boya jonni sal to'lishga уже vaqt ketgandi. Ozgina damage berib olsanglar o'rtoqlar, joni to'lmaydi уже. Tushunyapsizlar? Ancha vaqtdan keyin joni to'lishi boshlaydi. Ungacha bemalol push qilib shotinglarni olsanglar bo'ladi. Yana damage berdi. Shoshilayotgani yo'q, joni to'lmaydi. Ошибка qilishini kutdi. Bo'ldi. O'zi ochiladi. Jonni chaqib qo'ysanglar соперникlarni, u o'zi ochilib keladi. O'sha ochilish mumkin pozitsiyaga просто так прям pikanya qilib aniq qo'ysanglar, prям qo'ysanglar bo'ldi. Oppa, bu yoqda ham ошибка. Finda ошибкасы juda u Timur nariyoqqa ketdi deb o'yladi, lekin ana endi pikanyaga yaxshi pozitsiyaga chiqib oldi, ana endi push qiladi bunaqa vaziyatlarda. Oppa, o'yindan push qilyapti. Tepaga chiqmayapti, e'tibor bergan bo'lsanglar. Aynan mana shu pozitsiyaga chiqyapti. Qochyapti. Oppa, ko'ryapsizlar, Finam joni kam. Bu safar ana endi tepaga chiqmasligini bildi. Просто tak bayt qilyapti, ko'ryapsizlar, bayt qilyapti. Oppa, oldi shotni. Ko'ryapsizlar, просто baytlarning hisobiga oladi Timur. Bitta pikanya qilib, obratni orqaga qaytdi. Ko'ryapti, fokus qilib olyapti Timur. Ikkinchi orужаga almashtirdi, qochdi, do'shda otib chiqmoqchi bo'lib qochdi. Shagini eshitdi, orqaga ketganini shagini eshitdi, и потом otib chiqib, obratni orqaga qaytib yuboryapti. Ko'ryapsizlar? Broniga ham, kaskasi ham yo'qligini bilib turibdi. Aynan hozirgi prям u boya ko'rsatgan narsamni yana qilyapti. Mana shu pozitsiyaga. Tepaga chiqib berdi, kutyapti. Ko'ryapsizlar, kutyapti. Otib turibdi. Mana shu joydan chiqishini bilib turibdi, shagini eshityapti. Otib turibdi o'sha tepaga, fin chiqib kelyapti. Nimaga bu narsani otib turibdi? Chunki na broniga, na kaskasi qizarib yotibdi. Shuning uchun ham u oldinroq damage berishni boshlasa, shunda close fightda yutish ehtimoli kattadir. Shuning uchun ham kaskelar bo'lsa ham, yo'q bo'lsa ham otib chiqinglar. Chiqish ehtimoli bo'lgan pozitsiyaga otib tursanglar, chiqib beradi. Chiqib bermasa ham bo'ldi. Ikkinchisida chiqib beradi, bo'lmasa uchinchisida tegib qoladi o'rtoqlar. Bu narsa psixologiya bo'ldi. Otib turibdi, bo'ldi, ошибка bo'ldi. Chiqib berdi. Timur ana endi akkuratni push qilib shotni oladi. Yana kutdi. Oppa, bo'ldi. Joni to'lmaydi ana endi bem. Oppa! Finam to'poy emas bo'ldi. Qanaqa priyom qilganini ko'rdinglar. Pikanya bilan kutadi. Jonni chaqatdi, и потом push qilib Oppa, tepadan urmoqchi bo'lyapti. Уже o'tib ketdi, pozni. Kutilmagan vaziyatda tepadan pastga tushib chiqib kelmoqchi edi. Bu yoqda уже ошибка ketdi. Bo'ldi, fin olib ketdi bu shotni, bermaydi уже. Juda ham joni yo'qligi uchun farqi yo'q, absolyutno push qildi. Xo'p, fin bu yoqda menimcha shot topib ketsa kerak. Bo'ldi, shot topib ketdi. И все. Kellar, shu joyda bitta narsani tushuntirib o'tsam. To'g'ri, Timurning hozirgi ko'rayotgan o'yindagi o'yin uslubi, bazasi umuman boshqacha. Hozirgiga qaraganda 180 gradusga farq qiladi.
hozirgi TDM'larimiz, pro igroklarimiz asosan bazasi tarafdan priyom qilib olishadi, o'ziga qulay pozitsiyaga chiqib olishadi. Bo'ldi. Shu bilan priyomda va sopernikini moralga tilka tiqishga harakat qilishadi. Bu o'yin uslubi hozir shunaqa. Timurni avvalgi o'yin uslubi qanaqa bo'lgan? U asosan shotni olardi, pikanaladi va yoki sentrda yoki uni bazasi tarafda faqatgina dush qilardi. Prям pikanya bilan jonni chaqardi, vaziyat bo'lishi bilan shu bilan push qilib, o'yinni boshidan oxirigacha kontrol qilardi, sopernikini полностью bosimda ushardi va mana shu narsaga ko'pchilik bardosh bera olmasdi. Va bu narsa haqiqatan ham ishlardi. To'g'ri, avval ham aynan mana shunaqa o'yin uslubida o'ynaydiganlar bo'lgan. Ukrainalik, rossiyalik va даже O'zbekistondan ham ko'p mana shunaqa igroklarimiz bo'lgan. Avval ham shu bazasidan asosan qulay pozitsiyaga chiqib olib, priyom qilib olishardi. Kerakli shotni olib. Lekin Timurda qanaqadir bu narsa ishlamasdi Timurga qarshi. U asosan pikanyalarda обязательно jonni chaqardi, push qilib borib, qanaqadir flopindi, anonsi close fightda juda ham kuchli otishardi. Shuni hisobiga bosimga uncha bardosh bera olmagan va qanaqa push qilishni o'qiti juda ham katta bo'lgani hisobiga bu narsalar ko'pchilikka o'tmagan va Timur asosan birinchi shotni ko'proq olgani uchun yoki bo'lmasam kuchliroq pozitsiyalarga chiqib, pikanyada jonni chaqib, push qilib, close fightda kuchli bo'lgani uchun ko'p shotlarni olib ketgan. Va hozir to'g'ri formasini yo'qotgan va tiklash arafasida. Endi ko'ramiz, o'yin uslubini hozirgi paytga moslashtiradimi yo eski o'yin uslubida, eski baza, o'yin bazasida qoladimi? U narsani endi sekin-sekin tomosha qilaveramiz. Shu bilan o'rtoqlar, bugungi videomizni ham oxiriga yetib keldik. Videom sizlarga yoqqan bo'lsa, men juda ham xursandman va shuni qadrlagan holatda bir dona like, bir dona podpiska bosib qo'ysanglar, men juda ham xursand bo'laman. Va kommentariyada обязательно keyingi videolarimizda qaysi pro TDM'imizni, DMK'larini ko'rib chiqishni обязательно yozib ketinglar. Yoki qanaqadir kuchli o'ynaydigan haqiqatan ham igroklar bo'lsa, uni ham yozib ketinglar. Agarda DMK'lari YouTube'ga yoki qanaqadir sotsialniy kanallarga qo'ymagan bo'lsa, o'zidan so'raymiz, topamiz, обязательно sizlar uchun topib beraman. Обязательно yozib ketinglar. U pro igrok bo'ladimi yo haqiqatan ham kuchli o'yinchi bo'ladimi? Yozib ketinglar, hammani bir chekkadan o'qiyman. Har doimgidek o'zingizlarni ehtiyot qilinglar, joningizlar sog' bo'lsin. Hech qachon harakatdan to'xtamanglar. Xudo xohlasa, keyingi videolarimizda ham shunaqa gaplashib, obzorlar qilib o'tirish nasib qilsin.